Bayram dasturxoniga qarab hech narsa yemaslikning iloji yo'q. Qaynona bilan tursam, uyda shuncha ish turganda men qanaqa sport bilan shug'ullanaman. Dam olish kuni chetga chiqmoqchi edim. Lekin doktor ruxsat bermadi. Chekishni tashlaymish. 30 yil chekkan odam tasha oladi deb o'ylaysan. Nima deb o'ylaysiz? Bu odamlarning muammosi nimada? Shuncha yillar davomida ularni bezovta qilmagan yashash tarzi nega endi vahimaga solyapti? Yoki qandaydir g'ayritabiiy kuch ularga ta'sir qildimikan? Yo'q. Ular bir diagnoz haqida xabar topishdi. Diabet. Ovqatlanish tarzining diabet kasalligi avj olishiga nima aloqasi bor deb o'ylaysiz? Nega imkoni yo'q odam insulin uchun eng katta miqdordagi pulni to'laydi? Alsgeymer kasalligining diabet bilan qanday bog'liqligi bo'lishi mumkin? Guinness rekordlar kitobiga Patrik Buankarining nomi nima sababdan kiritilgan? Bugun shular haqida gaplashamiz. Diabet surunkali kasallik. Uning rivojlanishiga esa oshqozon osti bezi sababchi bo'ladi. Bu bez organizmda insulin gormonini ishlab chiqaradi. Chuqurlashdan avval insulin gormoni nima vazifani o'tashini bilib olaylik. Bu gormon qondagi glukoza miqdorini parchalashga yordam beradi. Diabet oshqozon osti bezi yetarlicha insulin ishlab chiqara olmasligidan kelib chiqadi. Aynan shu belgi qandli diabetning birinchi turini xarakterlaydi. Birinchi toifa diabetda tanadagi immunitet tizimi oshqozon osti bezidagi insulin ishlab chiqaruvchi hujayralarni yo'q qiladi. Natijada esa bu preinsulin sintezi va giperglimiya yetishmovchiligiga olib keladi va o'rindosh terapiya talab qiladi. Bu nima degani? Ya'ni oshqozon osti bezi ishlab chiqara olmayotgan insulinni organizm sun'iy tarzda qabul qiladi. Inyeksiya, ya'ni ukol orqali. Bu holatda esa odam deyarli butunlay insulin bilan davolanishga majburdir. Diabetning ikkinchi turida esa ishlab chiqarilgan insulin gormonini organizm to'g'ri taqsimlay olmaydi. Bu nima degani? Tasavvur qilib ko'ring, siz fransuz tilini bilmaysiz va sizni fransuz bilan gaplashishga majbur qilishyapti. U nima deyapti? Nima demoqchi? Bulardan xabaringiz yo'q albatta. Ikkinchi tur diabetda ham xuddi shunday. Organizm oshqozon osti bezi bilan aloqani yo'qotadi. Oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqaradi, lekin organizm uni his qilmaydi. Diabetning ikkinchi turi asosan orttirilgan bo'ladi. Ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish, zararli odatlar ushbu kasallikka sababchi bo'lishi mumkin. Kasallikni bu turi odatda o'rta yosh yoki qariyalarda uchraydi. Ammo so'nggi ma'lumotlarga qaraganda kasallikni yosh kategoriyasi anchayin yosharganini ko'rish mumkin. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Qachon ilk bor diabet kasalligi aniqlangan? Ma'lumotlarga ko'ra, eramizdan 1,5 ming yil avval ham ushbu kasallik bo'lgan. Sizningcha bugungi kundagi vaziyat qanday? Avvalgi yoki bundan bir necha 10 yil oldingi diabet haqidagi tushunchalar deyarli butunlay o'zgardi. Diabetni tushunish, uni keltirib chiqaradigan sabablarni aniqlash va ularni ildiziga yetish haqidagi fikrlar ham butunlay o'zgargan. 1980-2014 yillar oralig'ida qandli diabet bilan kasallanganlar soni 108 milliondan 422 million kishiga oshdi. 1980-2014 yillar oralig'ida esa 18 yoshdan katta insonlar orasida diabetning global tarqalishi 4,7% dan 8,5% gacha oshdi. Qandli diabetdan vafot etganlar ko'rsatkichi 2000-yildan 2016-yilda 5% ga oshdi. 2016-yilda taxmin qilingan 1,5 million kishidan ortiq o'lim to'g'ridan-to'g'ri diabet bilan bog'liq. Jahon sog'liqni saqlash hisob-kitoblariga ko'ra, kasallik ortidan kuzatilgan o'lim holati bo'yicha diabet 7-o'rinda turadi. O'zbekistonda qandli diabet bilan kasallangan bemorlar soni ortishi kutilmoqda. Mamlakatimizda qandli diabet bilan kasallangan bemorlar soni kelgusida 4-5 martagacha oshishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, statistika aldamaydi. Yildan yilga bu kasallikning turlari va xillari tobora ortib bormoqda. Bugungi kungacha esa diabetning qandsiz turi, qandli diabetning esa birinchi, ikkinchi, yaqindagina esa uning 3-turi ham aniqlandi. Ammo shu yerda bir nimani aytib o'tishim kerak. Diabetni kasallik emas, boshqalardan farqli o'laroq namunaviy hayot tarzi sifatida qabul qilish mumkin.
Hattoki rivojlangan davlatlarda ham birgina inyeksiya va jarrohlik usuli bilan bu kasallikning davosiga erishib bo'lmaydi. Ammo sizga bir narsani aytish mumkinki, kundalik hayotimizni sog'lom turmush tarziga rioya etish, to'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, zararli odatlardan voz kechish bilan kasallikni oldini olish mumkin. Bu holatda eng maqbul usul esa asabiylashmaslik va stressga tushmaslik. Ishoning, agar Alloh kuch-quvvat bersa, siz juda uzoq umr kechirasiz. Negaki, to'g'ri hayot tarzi orqali siz nafaqat diabetga qarshi kurashyapsiz, balki bir qator boshqa kasalliklarga ham boykot e'lon qilgan bo'lasiz. Xo'sh, shu yerda bir savol tug'iladi. Nega endi dunyo bo'yicha bu kasallik bilan og'rigan bemorlar soni tobora ortib boryapti? Ushbu savolga javob esa hozirgi ma'lumotlarimizda batafsil sizga havola etiladi. Amerikaning mashhur fast food tarmoqlaridan biri yiliga 550 million Big Mac sotadi. Buni qarangki, tez tayyor bo'luvchi ovqatlarni bir haftada bir marta iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini 20% ga oshirar ekan. Ularni muntazam ravishda iste'mol qilish esa bu ko'rsatkichni 80% ga oshiradi. O'rtacha kattalikdagi fast foodda 836 kilokaloriya mavjud. Bu amerikaliklarning statistikasi albatta. Lekin bizning milliy taomlarimiz kilokaloriyasi ham anchayin yuqori ekanligini unutmasak bo'lgani. Kuchli ovqatlar esa ko'proq jismoniy yuklamani talab etadi. 200 kilokaloriyani yo'qotish uchun esa inson 100 marta o'tirib turish kerak. Iste'mol qilayotgan taomlarimizni qanchasini energiya sifatida qayta ishlaymiz u qanchasini qo'shimcha yog' sifatida tanaga joylayapmiz. Diabetga chalingan insonlar to'g'ri ovqatlanishga amal qilishlari shart. Ayniqsa diabetning ikkinchi turiga chalingan inson non va un mahsulotlari, shirinliklar, shakar, guruch, kartoshka, shirin mevalar, murabbo, asal, gazli va shirin ichimliklar iste'mol qilishi mumkin emas. Unda nima yeyish kerak deysizmi? Ishoning, mumkin bo'lgan narsa man etilganlardan juda ko'p. Masalan, sut mahsulotlarining barchasi qora non, qora shokolad, dukkakli mahsulotlar, tuxum, go'sht mahsulotlari, sabzavotlar, ho'l mevalardan yashil olma, malina, olcha, limon, apelsin, anor, quruq mevalardan esa yong'oq, bodom, na'matakni iste'mol qilgan ma'qul. To'g'ri ovqatlanish nafaqat diabetga, balki barcha kasallik uchun to'g'ri yechim hisoblanadi. Bundan tashqari kunlik sport mashg'ulotlari qondagi qand miqdori oshib ketmasligini oldini oladi va davolaydi. Har kuni 15 daqiqadan 40 daqiqagacha mashq bajaring. 5000, 10000 qadam yuring. Shunda iste'mol qilgan mahsulotlaringiz qonda insulinga aylanmasdan kilokaloriyalar shaklida chiqib ketadi va qand miqdorini kamaytiradi. Albatta sinab ko'ring. Bir oydayoq natijasini sezasiz. Amerikaning Mount Sinai tibbiyot markazi olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, aynan chekuvchi insonlar ko'proq diabetga uchrashi tasdiqlangan. Nikotin oshqozon osti beziga salbiy ta'sir ko'rsatadi va natijada insulin ishlab chiqarilishi susayadi. Bu esa o'z navbatida qondagi glyukoza miqdorining oshishiga olib keladi. Uni qilma, buni qilma deyish juda oson. Lekin zararli odatlardan voz kechib, diyeta qilib, sport bilan shug'ullanib ham yetarli natijaga erishilmasa, nima qilish kerak? Kayfiyatni tushirmang. Buning ham ilojini topishdi. Jumladan O'zbekistonda ham. Diabetdan xolis bo'lish mumkin. Lekin buning uchun albatta diabetning ham har xil turlari bor. Hozirgi kunda bu turlari haqidagi tushunchalar ham o'zgargan. Zamonaviy tibbiyot diabet sohasida ancha oldinga qadamlar qo'yilgan. Jumladan ikkinchi tip diabetlar uchun mana semizlik orqasidan kelib chiqadigan yoki insulinga bo'lgan sezuvchanlikni yo'qolishi ortidan kelib chiqadigan diabet, bu diabetni ko'pchiligimiz bilamiz. Bu eng ko'p tarqalgan diabetlardan biri ham, chunki yoshi katta bemorlarda, semiz bemorlarda kelib chiqadigan diabet, o'sha biz aytgan boylar kasalligi hozirgi kunda jarrohlik amaliyoti bilan davolanish ilg'or davlatlarda yo'lga qo'yilgan. Shu jumladan biz O'zbekistonda ham bunday operatsiyalarni o'tkazishni boshladik. Bir necha 100 bemorlarni operatsiya qildik, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdik. Ularning turmush tarzini, hayotini, operatsiyadan keyingi bo'lgan o'sha diabetini kuzatib bormoqdamiz.
va aytishim kerakki juda yaxshi natijalarga erishganmiz. Jarrohlik amaliyoti shunga qaratilganki, mana asosiy savollar nima haqida bo'ladi? Siz operatsiya payti oshqozon osti bezini ko'chirib o'tkazasizmi yoki insulin ishlab chiqaradigan joyini operatsiya qilasizmi deyishadi. Yo'q, buning uchun, конечно, albatta diabetni farqlarini bilish kerak. Ikkinchi tip diabetda insulin ishlab chiqarishi saqlanib qolgan bo'ladi. Va hattoki haddan yoki me'yordan ortiq bo'ladi organizmda insulin, lekin bu insulin qondagi qand miqdorini tushira olmaydi. Buni insulinga bo'lgan sezuvchanlikning yo'qolishi deyiladi. Ikkinchi tip diabetni boshqacha nomi insulinga bo'lgan sezuvchanlikning yo'qligi. Operatsiya mana shu sezuvchanlikni qaytarishga qaratilgan. Ya'ni bunda oshqozondan kichik oshqozon yasaladi va bu kichik oshqozondan ingichka ichakni pastki qavatlariga ovqatni to'g'ridan to'g'ri o'tib ketishi uchun amaliyot o'tkaziladi. Natijada bemor kam ovqat yeyishi, ozishi va bu ichaklarni shilliq qavatida ishlab chiqaruvchi gormonlarning ko'payishi natijasida mana shu insulinga bo'lgan sezuvchanlikning qaytishi kuzatiladi. Ya'ni bemor o'zidagi o'sha ishlab chiqarilayotgan insulin o'ziga yana qayta ta'siri paydo bo'lib, bemor qandli diabetdan xolis bo'lish holati kuzatiladi. Qandli diabetga chalinganlar uchun insulin juda muhimdir. Ayniqsa birinchi tur diabetda ma'lum vaqtgacha insulinsiz qolish salbiy holatga olib kelishi mumkin. Bilasizmi, insulin kashf etilgan vaqtda uni yaratgan olimlarga Nobel mukofoti berilgan. Ixtirochilar esa o'z patentlarini $1 sotishgan. Vaholanki kashfiyot orqasidan ular millionlab ishlashlari mumkin edi. Hozirda diabetga chalingan insonlar bir yilda taxminan 6 milliard insulinni qabul qiladi, lekin uni o'z vaqtida xarid qilish va qabul qilishga hammaning ham imkoniyati yetmaydi. Negaki jahon insulin bozorida ham bir nechta kompaniyalar monopoliyani o'rnatib olishgan. Uncha katta bo'lmagan kompaniyalar ulushi esa 4% ni tashkil etadi xolos. Bu holatda, ya'ni raqobat mavjud bo'lmasa, sun'iy ravishda narx oshirilishi mumkin. Odatda past daromadli mamlakatlar insulin uchun eng yuqori narxni to'lashadi. Chunki hukumat tomonidan insulin sotib olish to'g'risidagi qarorlar, savdo amaliyoti, yetkazib beruvchilarni tanlash, mahsulot va yetkazib berish imkoniyatlari mamlakat byudjeti, foydalanuvchi xarajatlariga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, Mozambikda insulinni mahalliy ulgurjilardan sotib olish 25% dan 125% gacha qimmatga tushadi. Insulin xaridi Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligiga esa Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti muhim dori-darmonlarning namunaviy ro'yxatiga ko'ra amalga oshirilganiga qaraganda 2,5-8,5 barobar qimmatroq bo'lgan. Bojxona to'lovlari, qo'shilgan qiymat solig'i, dorixona xarajatlari, saqlash va tashish xarajatlaridan tortib, xaridor uchun preparatning yakuniy narxini yanada oshiradi. Insulin narxini baholash natijalariga ko'ra, bir oy insulin bilan davolanish eng kam haq to'lanadigan davlat ishchisiga, masalan, Pokistonda 4 kun, Shri-Lankada 6 kunlik ish haqqiga to'g'ri keladi. O'zbekistonda esa ushbu ko'rsatkich 2-2,5 kunlik ish haqqiga to'g'ri keladi. Tibbiyot uzoq vaqt davomida diabetni ikkiga bo'lib kelgan. Aytib o'tganimizdek, birinchi tur va ikkinchi tur. Bir necha yil oldin esa diabetning 3-turi aniqlandi va aynan ushbu tur insonning nerv tizimiga ta'sir qilishi isbotlandi. Agar ushbu turi yaxshilab davolanmasa, tibbiyotdagi Alsgeymer kasalligiga o'xshash holatlar kuzatilishi mumkin. Qonda glyukoza miqdorining uzoq vaqt oshishi bilan Alsgeymer kabi neyrodegenerativ kasallik rivojlanish xavfi ortadi. International Journal of Molecular Science tadqiqotlariga ko'ra, markaziy asab tizimidagi glyukoza almashinuvining buzilishi oxir-oqibat 3-toifa diabetni keltirib chiqaradi va ushbu o'zgarishlar asab hujayralarida ko'plab biokimyoviy jarayonlarning buzilishiga va keyinchalik Alsgeymer kasalligining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, insulin miqdorini normallashtiruvchi davo turlari orqali markaziy asab tizimidagi glyukoza miqdorini me'yorga soladi va Alsgeymer kasalligining rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin. Buni qarangki, qondagi eng yuqori qand miqdori 2008-yil amerikalik Patrik Bonkareda aniqlangan.
Pensilvaniya shtatidagi shifoxonaga yotqizilganda bemorda 147,6 mol shakar aniqlangan. Eng qizig'i esa Patrik shifoxonaga yotqizilgunga qadar ham o'z hushini yo'qotmagan va bu bilan u jahon rekordini qayd etgan. Keling endi mavzu avvalga qaytib, diabetning kelib chiqishiga sabab bo'lgan eng muhim omilni aytib o'tsak. Stress va depressiya. Doktor Oys Al-Qarniyning O'kinma nomli kitobida quyidagi misralar keltirib o'tilgan. Har qanday vaziyatda ham sizga havas qilguvchi insonlar albatta topiladi. O'kinmang. Aks holda tinch asabingiz buziladi. Vujudingiz va qalbingiz qiynaladi. Natijada halovatingiz va uyqungiz qochadi. Stressdan qutulish uchun esa dangasalarcha hech narsa qilmang demaymiz. Shunchaki bir narsani unutmang. Yechimi bor muammoga asabiylashish yaramaydi. Yechimi yo'q muammoga esa asabiylashishdan ma'no yo'q. Menga buni aqlli bir inson aytgandi. Agar sizni maqsadingiz aniq bo'lsa, sarosimaga tushishdan ma'no bormi? Rumiy hazratlarining bir chiroyli iboralari bor. Oddiy fikrlar, oddiy qabul qil va oddiy yasha. Chunki haqiqatning o'zi juda oddiy.